Karib dengizida joylashgan o'sha mashhur orol. U nafaqat hashamat maskani edi, balkim elita uchun qurilgan ajoyib shantaj maskani edi desam ham mubolag'a bo'lmaydi. Prezidentlar, dunyoning eng mashhur insonlari, Gollivud yulduzlari va multimillionerlar birgina insonning qo'lida qo'g'irchoqqa aylangan desam, ishongan bo'larmidingiz? Bugun sizlar bilan aynan shu inson, Jeffrey Epstein to'g'risida bugungi videomizda to'laqonli gaplashib o'tishga harakat qilamiz. Jeffrey Epstein o'zi multimillioner bo'lgan bo'lsa-da, ammo uning ismi tarixga yaxshi nomlar bilan emas, iqtisodchi, moliyachi nomlari bilan emas, aksincha pedofil, jinoyatchi, zulmkor degan nomlar bilan qolib ketdi desam ham mubolag'a bo'lmaydi. Jeffrey Epstein o'zi o'lib ketgan bo'lsa-da, ammo u o'zi bilan xuddiki vaqtli bombani bu yerga tashlab ketganday bo'ldi. Jeffrey Epsteinning qilgan kirdikorlari bu shunchaki jinoyat emas, aksincha dunyo elitalarining asl basharasi hisoblanadi. Agarda videolarimiz sizlarga ma'qul kelayotgan bo'lsa, hoziroq sahifamizga obuna bo'lib qo'yishni va videoga like bosishni unutmang. Qanunda biz boshladik. Men 7 urushni tugatdim. Bu haqida hech kim gapirmaydi. Ular faqat Epsteinni muhokama qiladi. Ular meni jismonan emas, ruhimni sindirish orqali qiynashardi. Har bir qadamda kameralar, har bir burchakda qurollangan soqchilar bor. Tasavvur qiling, siz dunyoning eng mashhur milliarderlari safiga qo'shildingiz. Sizning cho'ntagingizda million dollarlaringiz, gapingiz esa qonun. Ammo sizning bittagina qora nuqtangiz, nozik tomoningiz bor edi. Jeffrey Epstein bu narsani juda ham yaxshi bilar edi. Jeffrey Epstein o'zi uchun Karib dengizidan maxsus orolni sotib olgan payti, u yerda o'zining qurilishlarini boshlagan payti, shu vaqt oralig'ida u dunyoning elitlari, mashhur insonlari bilan do'stlik munosabatlarini juda ham yaqinlashtirdi. Ular bilan dunyoning elitlari bilan bir dasturxonda o'tiradigan darajaga keldi. U Karib dengizida qurilgan oroli shunchaki orol vazifasini emas, shunchaki dam olish maskani emas edi. U aynan shu dunyo elitlarining shantaj makoniga aylandi desam ham mubolag'a bo'lmaydi. Jeffrey Epstein hali voyaga yetmagan yosh qizlarni aynan bu orolga olib kelar va mashhur dunyoning elitlari, multimillionerlar uchun shunchaki vosita sifatida foydalanar edi. Va bu orolda joylashgan maxsus kameralar har bir soniyani video syomkaga olar edi. Bu videoga muhrlanayotgan har bir daqiqalar bu esdalik uchun olinayotgan videolar emas, aksincha dunyo elitlarining asl yuzi va ularga o'z gapini o'tkazish maqsadida olingan videolar edi desam ham mubolag'a bo'lmaydi. Jeffrey Epsteinning bu aldov sxemasi shunchaki oddiy ishlamas edi. Bu aynan yosh qizlarning nozik tomonlari, ularning iqtisodiy tomonlari va psixologik jihatdan manipulyatsiya qilish orqali yosh qizlarni o'z domiga tortar edi. Bu sxemaning asosiy omillaridan biri Ghislaine Maxwell edi. Ghislaine Maxwell o'zini juda ham elit, madaniyatli, yetuk ayol qilib ko'rsatib, yetimxonalar va ayrim bir o'sha kam ta'minlangan maktablar atrofida jamlanadigan ayrim bir bayramlarga borib, tasodifan yosh qizlar bilan o'zini uchrashgandek ko'rsatar edi. Va u yerda chiroyli yosh qizlarga takliflar berishni boshlar edi. Va ularga agar sen men bilan ishlasang, men senga modellikni o'rgataman yoki massaj qilishni o'rgataman. Sen dunyoning eng boy odamlarini massaj qilib, soatiga 100, 200, 300 dollarlab topishing mumkin degan har xil aldov yo'llari bilan takliflarni berar edi. Va yosh qizlarni New York va Floridada joylashgan o'zlarining saroylariga olib kelar va bu yerda yosh qizlarni ko'z oldida million dollarlik ko'rsatar edilar. Va Jeffrey Epstein mana shu joyda o'zining aldov sxemasiga piramida usulidan foydalangan ham edi. Agar qizlar o'zlari bilan sheriklarini olib kelishsa, ularga yanada ko'proq pul berishni va'da qilar edi. Oradan vaqtlar o'tdi, Jeffrey Epstein xuddi shu tarzda qizlarni bitta gruppasini tashkil qilib, o'zining maxsus oroliga olib ketar edi. Orolga kirib borishda ularning pasportlari va telefonlari olib qo'yilar, izolyatsiya qilinar edi. Xavfsizlik yuzasidan aynan bu choralar qilinar edi deyishardi. Va Jeffrey Epstein ularni orolga olib kelgach, jinsiy aloqagacha bo'lgan davrda ularni etap-etap tayyorlar edi. Psixologik jihatdan ularga bosim berar edi. Va aynan shu joyda yosh qizlarning xayollarida faqat bir narsa aylanar edi.
Bo'ldi, biz bu yerda endi qochib keta olmaymiz. Chunki dunyoning mashhur elitlari, boy multimillionerlar bu orolga kelganlaridan so'ng allaqachon qizlarning xayollarida biz bu yerdan qochib keta olmaymiz degan fikr aylana boshlar edi. Orol shu darajada mukammal ediki, uning atrofi to'laqonli suv va suvda esa yirtqich akulalar va orolni himoya qiluvchi qo'riqchilar ishlar edi. Va oroldan taxminan 40-60 kilometr uzoqlikda quruqlik joylashgan va u yerda aholi punkti yashar edi. Ammo Jeffrey Epsteinning hech qanday ruxsatisiz bu yerdan qayiq ham, samolyotlar ham deyarli uchmas edi. Ochiq oydin ma'lumotlarda aytilishicha, bu orolda mashhur insonlar Donald Trump, Elon Musk, Bill Gates, Britaniya shahzodasi va pop yulduzi Michael Jackson ham bo'lgan ekan. Ma'lumotlarda keltirilishicha, Britaniya shahzodasi qilgan ishlari bo'yicha ishlar to'laqonli ochilgandan so'ng Britaniya shahzodasidan to'laqonli unvonlar olib tashlangan. Donald Trump esa Jeffrey Epstein bilan uchrashuvlar bo'lganini, uning Floridada joylashgan o'zining maxsus barida Jeffrey Epstein bilan doimiy uchrashib turgani va oxirgi marta Jeffrey Epsteinning axloqiy jihatdan qilgan har xil ishlari bo'yicha muammolar bo'lganini hisobiga Jeffrey Epstein bilan aloqalarni uzganligini ta'kidlab o'tdi. Ammo Donald Trump o'zining ayrim bir chiqishlarida Jeffrey Epsteinni ham tilga olgan. Jeffrey Epstein juda ham yaxshi inson, u ayollarni o'ziga tezroq qila oladigan insonlar qatorida deb ta'kidlab ham o'tgan edi. Mashhur pop yulduzi Michael Jacksonga keladigan bo'lsak, Michael Jackson u yerda bo'lganligi haqida tirik guvohlar ham ma'lumot berib o'tishgan. Ammo Michael Jackson to'g'risida u yerdagi guvohlar shunday aytishgan: biz u yerda Michael Jacksonni ham ko'rar edik, ammo Michael Jackson biron marta hech qaysi qizga yaqinlik qilmagani, shunchaki ularning davrasida yurganligi to'g'risida ma'lumotlar ham berib o'tilgan. Yana bir mehmondo'stliklarning birida bu oroldagi yosh qizlardan biri bu oroldan qochishga ham harakat qilgan. Bu qizning aytishlaricha, u orolda ko'p elitlar maishat qilib o'tirgan paytlari, ular mast holatda bo'lgan paytlari bu qizaloq astagina chiqib dengiz tomonga otlangan va dengizda bu Jeffrey Epsteinning bosimlarida o'lgandan ko'ra bu dengizda akulalarga yem bo'lib o'lganim yaxshi deb dengizga suzishni boshlagan. Ammo ko'p vaqt o'tmasdan bu atrofda yurgan qo'riqchilar bu qizaloqni ko'rib qolib, uning oldiga kelib, xuddi hayvonni ushlashgandek bu qizaloqni ushlab, qaytib Jeffrey Epsteinning oldiga olib borishgan. O'sha vaziyatda Jeffrey Epstein uning ko'zlariga qarab turib, mening ruxsatimsiz sen hech qayerga ketishing kerak emas. Agar sen qochishga urinadigan bo'lsang, bu joyda sening o'liging ham topilmaydi, deb tahdid qilgan. Orolga kelganimning 3-kuni tushunib yetdim. Men bu yerga ishlash uchun emas, qurbonlik qilinish uchun keltirilganman. 16 yoshda edim. Hali dunyoni rangli deb o'ylaydigan, onasining bag'rini sog'inadigan bola edim. Lekin u yerda bolalik bir kechada o'ldi. Ular meni jismonan emas, ruhimni sindirish orqali qiynashardi. Har bir qadamda kameralar, har bir burchakda qurollangan soqchilar bor edi. Bizni shirinlik kabi boyvachchalarga taqdim etishardi. Rad etish jazoga loyiq jinoyat deb ko'rilardi. Ovqatdan mahrum qilish, qorong'u xonaga qamab qo'yish yoki hech qachon uyingni ko'rmaysan degan tahdidlar kundalik tartib edi. Tanangiz endi sizga tegishli emasligini his qilishdan ko'ra dahshatliroq qiynoq yo'q. Bir kun kechasi hamma mast va sarxush bo'lgan paytda sohil bo'yiga yugurdim. Okean shovqini qulog'im ostida dahshatli gumburlardi. Suvga tushdim. Suzmoqchi bo'ldim, lekin qayoqqa? Atrofda faqat cheksiz qorong'ulik va sovuq suv. Qirg'oqdan uzoqlashganimda ortimdan kuchli chiroq nurini ko'rdim. Qayiqli soqchilar meni xuddi ovlangan hayvondek tutib olishdi. Meni qaytarib olib kelishganda Epstein ko'zlarimga qarab shunday dedi: bu yerdan faqat meni ruxsat bersamgina chiqib ketasan. Sen hech kimsan. Sening ovozing bu suvlar orasida yo'q bo'lib ketadi. O'shanda meni faqat oroldan, balki o'zimdan ham qochib qutula olmasligimni angladim. Bizning yoshligimizni o'sha ko'k suvlar tubiga ko'mib yuborishgan edi. Yana bir jabrlanuvchilarning bergan ma'lumotlariga ko'ra, Nyu-Yorkda joylashgan Jeffrey Epsteinning saroyidan 2 opa-singil qochib ketishga harakat qilishgan. Ammo bu rejalari besamar ketganini hisobiga u opa-singillar Jeffrey Epsteinning oldiga qaytarib olib kelingan. Jeffrey Epstein ularga psixologik jihatdan so'm berishni boshlagan. U joyda shunday deyilgan: sizlar iqtisodiy jihatdan juda ham kambag'al va qaloqsizlar. Men sizlarga yordam berish maqsadida bu yerda olib kelganman va agarda sizlar qochishga urinsangiz, sizni oilangizni har xil dorilar orqali aldab va sizlarni oilaviy qamoqga tiqishim ham mumkin degan bosimlarni berib o'tgan.
Epsteynning qabih ishlari ochilishni boshlagan sanalarda 2008-yil Jeffrey Epsteyn 13 yilga qamoq jazosi berilgan. Ammo bu qamoq jazosi ham juda ham qiziqarli bo'lgan. Unga qamoq jazosi berildi. Berilgandan so'ng 6 soat ichida, ertalabki 6 soat ofisiga borib ishlash uchun unga ruxsat ham berilgan. Bundan jamiyatdagi insonlar juda ham norozi bo'lishgan. Va Jeffrey Epsteyn yuzasidan ayblangan ma'lumotlar to'laqonli chiqmaganning hisobiga Jeffrey Epsteyn qamoqdan ozod qilingan. Oradan bir necha yil o'tgandan so'ng Jeffrey Epsteynning qabih ishlari qaytadan ochilib, 2019-yil Nyu-Yorkdagi eng kuchli qo'riqlanadigan qamoqxonalarning birida Jeffrey Epsteyn qamoqqa olindi. Va shu yilning o'zida Jeffrey Epsteyn aynan shu qamoqxonada o'lganligi to'g'risida ma'lumotlar chiqib kelishni boshladi. Va bu ma'lumotlar ham juda ham qiziq. Jeffrey Epsteyn o'z joniga qasd qildi degan ma'lumotlar kelib chiqdi, ammo aynan o'sha kuni o'sha qamoqxonaning qo'riqchilari uxlab qolgan. Aynan o'sha kuni video kameralar texnik nosozlik sabab buzilib qolgan va o'sha kunda bo'lgan voqealar hech qaysi biri tasvirga olinmagan. Ayrim bir ma'lumotlarda keltirilishicha, Jeffrey Epsteynni xuddi kimdir bo'g'ib qasddan o'ldirganga o'xshaydi. Lekin yana bir ayrim ma'lumotlarda esa Jeffrey Epsteyn o'z joniga qasd qilganligi to'g'risida ma'lumotlar ommaga taqdim etilgan. Jeffrey Epsteynning qilgan bu ishlari xuddiki usti yaltiroq, ichi chirib borayotgan kitobga o'xshaydi. Jeffrey Epsteyn to'g'risida hali ochilmagan sirlar juda ham ko'p. Jeffrey Epsteynning faylllari to'g'risida ham juda ham ko'p ma'lumotlar bor. Men sizlarga qo'ldan kelgancha ayrim bir qiziqarli va hozirda ommalashib borayotgan ma'lumotlarni berib borishga harakat qildim. Agarda videolarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, hoziroq bizning kanalimizga obuna bo'ling, videolarimizga like bosing va kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Bunday ishlarning oxiri nima bilan tugaydi? O'zingizni fikringizni kommentariy bo'limida qoldirishingizni so'rab qolgan bo'lardim. Xayr, salomat bo'ling.